الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz musulmon birodarlar, opa-singillar, Alloh taoloni fazl va marhamati bilan Zulhijjaning avvalgi kunlarida birinchi jumasida sizlar bilan birgalikda ibodatga jamlandik. Alloh taolo o'zi dargohida qabul etsin. Bu muborak kunlarda qilinadigan amallarni, solih ishlarni Alloh taolo o'zi ziyoda ajr mukofotlar bilan taqdirlasin. Mana bugun biz Zulhijjaning avvalgi 10 kunligida turibmiz. Bu kunlar Alloh taolo butun yil bo'yida biz uchun, musulmonlar uchun beradigan eng afzal kunlardir. Alloh taolo mana shu kunlarga qasam ichadi. Alloh taolo aytadiki: "Istaizu billah wal fajr va layalin ashr." Tongga qasam, fajrga qasam va 10 kechaga qasam. 10 kecha deganda mufassir ulamolarimiz aytishadiki, bu 10 kecha ya'ni Zulhijjaning avvalgi 10 kunligidir. Kecha deyilganda kun ham nazarda tutiladi. Va boshqa ulamolar bu Ramazonning oxirgi 10 kechasi ham deyishgan. Har qanday holatda ham bu 10 kunlikni Alloh taolo bizlarga barakotli qilib bergan. Alloh taolo ushbu kunlar haqida aytadiki: "Vazkurulloha fi ayyamin ma'dudat" deydi. Allohni sanoqli kunlarda zikr qilinglar dedi. Ya'ni bu haj amalda hayitdan keyingi bo'ladigan amallarni Alloh taolo aytadi. Bu kunlarda barcha hojilarimiz bugun Makka-i Mukarramada jam bo'lib haj amallariga tadoriklarni ko'rishyapti. Haj amallari bu Arafa kuni haj amallarining eng muhim joylaridandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Al-hajju Arafa" dedilar. Haj bu Arafadir dedilar. Ya'ni Arafa kunida, Arafa tog'ida turishni Alloh taolo bizlarga shariat qilgan. Inson hayoti davomida, musulmon kishi hayoti davomida bir marta ado etishi farz bo'lgan amal bu haj amali mana shu bizni hozirgi yashab turgan kunlarimizga to'g'ri keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kunlarni fazilati haqida aytadilarki: في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sahih al-Buxoriyda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: bu kunlardagi amaldan boshqa kunlardagi amallar birontasi afzal emas dedilar. Ya'ni bu kunlarda qilingan deb turib Zulhijjaning avvalgi 10 kunligini aytdilarda, mana shu kunlarda qilingan amallar barcha boshqa kunlardagi amallardan afzalroq dedilar. Sahobalar so'rashdiki: "Jihad hammi ya Rasululloh?" deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Jihad ham shunday. Ya'ni jihad ham bu kundagi amallardan, solih amallardan afzal emas. Illa" dedilar. Faqat bir holat mustasnoki, bir kishi o'zini joni bilan, o'zini jonini va molini xatarga qo'yib chiqib, ulardan birontasi bilan qaytmagan inson bundan mustasno. Ya'ni uning amali bu Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligidagi solih amallardan yuqori ekanligini bayon qildilar. Inson hayotidagi eng qimmatli narsasi bu joni va moli hisoblanadi har bir inson. Mana shu mol va joni bilan jihodga chiqib, ularni birontasi bilan qaytmagan, ya'ni hammasini Alloh taoloning yo'lida fido qilgan insongina mana shu bugungi kundagi Zulhijjaning avvalgi kunlaridagi fazilatdan ustun bo'lar ekan. Unga beriladigan savoblardan ko'proq savobga ega bo'lar ekan. Undan quyidagi barcha amallar esa
bugungi biz Zulhijjaning avvalgi kunlaridagi amallarga teng kela olmas ekan. Bugun namoz o'qing, boshqa kunlarda bu 10 kunlikdan boshqa kunlarda o'qigan namozingizdan bu afzal bo'ladi. Bir xil suralar o'qing, bir xil zikrlar qiling, lekin bugungi mana shu Zulhijjaning avvalgi 10 kunligida qilgan amalingiz boshqalardan ustun bo'lib turaveradi. Bu Alloh taoloning bizga bergan fazli. Alloh taolo ba'zi kunlarni, ba'zi vaqtlarni boshqalardan ko'ra afzal qilib qo'ygan. Mana shu hozir yilning eng afzal vaqtida turibmiz. Eng g'animat bilib, ko'p savob ishlab oladigan vaqtlaridamiz. Va mana shu kunlarda aytdik, haj amallari amalga oshiriladi. Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis keladi. Fi sahihayn anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, umra keyingi umragacha o'rtalaridagi narsalarni kafforat qiluvchidir, ya'ni kechiruvchidir dedilar. Hamda mabrur haj, ya'ni qabul qilingan haj ning jazosi faqatgina, ya'ni mukofoti faqatgina jannat bo'ladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kimki mana shu hojlarimizdan hajlari mabrur bo'ladigan bo'lsa, ularga beriladigan mukofot faqat bitta, u ham bo'lsa jannat. Alloh taolo hammalarimizni yetkazsin. Alloh taolo hammalarimizni haj amallarini bajarib, onadan tug'ilgandek pok bo'lib kelishni Alloh hammamizga nasib etsin. Bunga imkoniyati borlar harakat qilishi kerak. Bu yilgisi o'tib ketdi, lekin keyingisiga inson ishlarini rejalab, shunga kerakli bo'ladigan ishlarni tayyorlab qo'yish kerak. Va albatta kimning imkoniyati bo'lsa, o'shanga farz bo'ladi. Modomiki sizda imkoniyat bor ekan, moddiy tomondan, boshqa tomonlardan, oilangizni ta'minotidan borib kelishga xarajatlarni ko'tara olar ekansiz, marhamat, sizga bu amal farz bo'lgan va bu farzni bajarishga intiling. Alloh taolo hammalarimizni mabrur haj qiladigan hojlardan qilsin ilohim. Bu kunlarda eng afzal kun bu Arafa kuni bo'ladi. Arafa kuni haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Alloh an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Arafa kunining ro'zasi dedilar. Allohdan umid qilamanki, u o'zidan avvalgi bir yilni va o'zidan keyingi bir yilni gunohlarini kafforat qiladi, ya'ni kechiradi deb umid qilaman dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir kun roza tuting, 2 yillik gunohlarni kechirishiga erishishingiz mumkin. 1 yil emas, 2 yil. Uning uchun 2 yil roza tuting deyilmayapti, balki 1 kun roza tuting. Bir kun o'sha Arafa kunida, Zulhijja oyining 9-kunida roza tutadigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo bizlarni avvalgi gunohlarimiz 1 yillik va keyingi kelasi 1 yillik gunohlarni Alloh taolo mag'firat qiladi. Ulamolar aytishadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu so'zlari shunga yana dalolat qiladiki, agar kimki Arafa kunini ro'zasini tuta oladigan bo'lsa, Alloh taolo tavfiq beradigan bo'lsa, u kafolat bo'ladiki, keyingi yil ham yashashiga. Keyingi yil yana 1 yil yashashiga kafolat bo'ladi deyshadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1 yil avvalgi va 1 yil keyingi gunohlari kechiriladi deyaptilar. Agarchi inson u 1 yilga yeta olmasdan vafot etadigan bo'lsa ham, o'sha yana kelasi 1 yillikni ajr mukofotiga ega bo'ladi dedilar. Garchi u yashamasa ham. Alloh taolo mana shu Arafa kunini ro'zasini hammamizga nasib qilsin. Inshaalloh hayit kuni bu kelayotgan juma, bir haftadan keyin. Keyingi jumada inshaalloh hayit namozini o'qiymiz. Demak, Arafa kuni qaysi kuni bo'lar ekan? Payshanba kuni inshaalloh. Payshanba kuni roza tutishga jiddiy jahd qiling. Harakat qiling. Uxlab qolsangiz ham o'ta roza bo'lsa ham tuting. Saharlik qilmasdan bo'lsa ham tuting. Chunki bu juda katta miqdordagi ajr savob. Qarang, 1 kunlikka siz 2 yillik gunohlarning mag'firatini olyapsiz. Alloh taolo hammamizni yetkazsin. Bu Arafa kunida hojilarimiz Arafa tog'larida turishadi.
Alloh taolo hammalaridan qabul qilsin. Endi birodarlar, bu kunlarda nafaqat Arafa kunini kutib o'tirishimiz kerak, balki hozirgi kundan boshlab biz Alloh taoloni ko'proq zikr qilishimiz, tasbih, takbir, tahmid aytishimiz, hamd aytishimiz Alloh taologa, la ilaha illallohni aytishimiz, boshqa solih amallarni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Sadaqalarni, ro'zalarni, aynan Arafa kunini kutib o'tirish shart emas. Bugundan boshlab, ertadan boshlab ro'za tutmaganlar ro'za tutishni boshlashsa bo'ladi. Toki bu kundagi qilinadigan amal boshqa kunlardan ustun bo'lar ekan, buni savobiga ega bo'lib qolaylik. O'tib ketmasin. Bu kunlarda Alloh taoloni zikr qilish juda muhim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yana bir hadis rivoyat qilinadi. An Aisha radhiyallohu anha anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Innama ju'ila ramyul jimar wat-tawaf was-sa'yu bayna as-safa wal-marwa liiqamati zikrillah la li ghayri." Oysha radhiyallohu anhodan u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, tosh otish, ya'ni hajda bo'ladigan tosh otish amali, tavof va hamda Safo va Marva o'rtasida sa'i qilish ishlari, amallari Allohning zikrini qoyim qilish uchun shariat qilindi. Alloh taoloning zikrini qoyim qilish uchun, Alloh taolo zikr qilinishi uchun Alloh taolo bu kunlarni bizga shariat qilib berdi, boshqa narsa uchun emas dedilar. La li g'ayri. Ya'ni demak, eng afzal amal bu kunlarda Alloh taoloning zikri. Shuningdek, tashrih kunlari ham biz takbir aytamiz. Arafa kuni, mana shu kelasi payshanba kuni bomdod namozidan boshlab namozni o'qib bo'lishimiz bilanoq takbir aytishni boshlaymiz jamoaviy tarzda. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shu takbir Arafa kunini boshlanishidan, bomdod namozidan boshlab turib, Hayit kuni va 3 kun tashrih kunlarini, 3-tashrih kunini asr namozigacha har bir farz namozidan keyin aytish vojib bo'ladi. Mana masjidlarda namoz o'qiymiz, namozdan keyin darhol mana shu takbirni aytamiz. Bu mana shu kunlarning ulug'ligini bildiradi naqadar. Har kuni bo'ladigan ish emas bu. Balki yilda bir marta mana shu maxsus kunlarda bo'ladi. Mana shu tashrih kunlarida, Arafa kunida, Hayit kunida. Demak, inshaalloh kamida bir marta mana shu zikrni, mana shu takbirni biz farz namozlaridan keyin aytishimiz kerak. Yana biz eslatishimiz kerak bo'lgan muhim amallardan biri bu qurbonlik. Alloh taolo bizlarga Hayit kuni va tashrih kunlarida qurbonlik qilishni shariatga kiritdi. Bunga qodirlarga Alloh taolo qurbonlik qilishni vojib qildi. Qodir inson qanday aniqlanadi desa, zakot miqdoridagi puli, mablag'i, boyligi bo'ladigan bo'lsa, inson qurbonlik qilishi vojib hisoblanadi. Farqi yo'q. Ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi? Farqi yo'q. Mana shu zakot miqdori o'sha vaqtda bo'lib tursa bo'ldi, yetadi. 1 yil aylangan bo'lishi shart emas, u zakot bergan bo'lishi shart emas. Zakot uchun, zakot berish uchun 1 yil o'sha boylik, o'sha mablag', o'shanga teng keladigan boylik turgan bo'lishi kerak, ishlatilmasdan. Lekin qurbonlik bundan farqlanadi. 1 yil turish shart emas. O'sha vaqtda qo'lingizga pul kelib qoldimi? Marhamat, siz vojib amal ustida turibsiz. Qurbonlik qilishingiz sizga vojib. Insonlar o'rtasida bir tushuncha borki, bir xonadondan bittagina qurbonlik qilinsa yetadi degan tushuncha bor. Bu tushuncha noto'g'ri. Agar bir xonadonda 5 ta odam boy inson hisoblansa, zakot miqdorichalik mablag'i, boyligi bo'ladigan bo'lsa, u demak qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. 5 ta bo'lsa 5 ta, 10 ta bo'lsa 10 ta. Agar birontasi qodir bo'lmasa, bironta so'yish vojib bo'lmaydi. Demak, u bitta xonadonga bitta uyga bitta degan narsa yo'q.
balki u insonni har bir inson mukallaf shaxsga nisbatan olinadi, hisoblanadi. Shu uchun bugungi kunda Amerikada hozir jumaga tayyorlanish jarayonida tekshirdim. $100 oshiq 1 gram tilla. Umumiy hisobda zakot nisobi $9200 atrofida bo'lyapti. Agar kimdaki ayni damda mana shu hayit vaqtida shu miqdor pul bo'ladigan bo'lsa, unga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Qurbonlik qilish vojib bo'lmagan insonlarcha desa, ularga qilish mumkinmi desa, albatta qilish mumkin. Albatta bunga katta savob oladi. Lekin vojibni tark qilib bo'lmaydi. Vojibdan quyi darajadagi sunnatni yoki mustahab amallarni tark qilsa, inson gunohkor bo'lmasligi mumkin. Lekin vojibni tark qilib qo'yadigan bo'lsa, odam gunohkor bo'lib qoladi. Shu uchun buni bilib olishimiz kerak. Hamma o'zini pulini o'zi biladi. Yostig'ini tagidagi pulni hamma yaxshi biladi. Bank akkauntidagi o'shanga qarab turib, hammasini qo'shib, hisob-kitob qilib, agar mana shu zakot miqdorichalik pulingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, qurbonlikni qiling, Alloh taolo o'zi qabul etsin. Birodarlar, inshaalloh hayit namozimiz kelasi juma kuni soat 7:30 da ado etiladi. Ertalab 7:00 da takbirlarni boshlaymiz. Joyi mana shu Masjid al-Buxoriyni tashqarisida parkingda o'qiymiz inshaalloh. 7:30 da namoz boshlanadi, undan keyin xutba bo'ladi. 7:00 da takbirlar boshlanadi. Har bir inson o'zi bilan birgalikda joy namozlarini olib kelishi afzal bo'ladi, chunki masjidda bu darajada katta ko'p joy namoz yo'q. Va albatta birodarlar, sizlardan iltimos qilinadiki, mashinalarni uzoqroq qo'yib, 3-4 kishi bitta mashinaga o'tirib kelsanglar afzal bo'ladi. Xudo xolasa yana bu masalalarni keyinchalik yaqin kunlarda 1-2 kunda inshaalloh yana e'lon qilib tushuntirishni boshlaymiz xudo xolasa. Alloh taolo mana shu kunlarni o'zi bizlarga muborak qilsin. Bu kunlarni g'animat bilishni, ularda ko'plab solih amallarni qilishni Alloh taolo bizlarga kuch-quvvat, tavfiq, himmat ato etsin. Birodarlar, bir opamiz yaqinda islomni qabul qildilar. O'zlari rus millatiga mansub, ismlari Niyya deb qo'ydilar ismlarini. Mana shu inson bir duo so'raganlar, onalari nasroniy dinida, lekin ahvollari og'irroq. Mana shu kishi duo qiling, onam islomni qabul qilsinlar-u, oxiratga musulmon holatda ketsinlar, jannatga erishsinlar deb duo so'raganlar. Hozir inshaalloh haqlarga duo qilamiz va o'zimiz ham alohida holatimizda ham bir haqlarga duo qilib qo'ysak inshaalloh Alloh taolo hidoyat bersin u kishiga. Alloh taolo o'zi musulmon holatda, iymonli holatda vafot etishlarini o'zi nasib etsin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب الله أكبر وردگار. Bu aytilgan mav'izalarga amal qilishga o'zing tavfiq bergin. Bu kunlarni g'animat bilib, solih amallarni ko'p qilib, sen qabul bo'ladigan tarzda ixlos bilan, samimiy holatda faqat sening uchun, faqat sening roziliging uchun amal qilishni Alloh o'zing nasib etgin. Bu Arafa kunlariga, Hayit kunlariga, bu bayramlarga Alloh bizlarni yetkazgan. Bu kunlarda qurbonliklarni bajarishni, qurbonliklarni ado etishni Alloh hammamizga nasib etgin ya Rob. Ey Robbimiz Alloh, hajga borib haj amallarini bajarayotgan hojilarimizni, ey Robbimiz Alloh, o'zing hajlarini, amallarini qabul etgin. Ular onadan tug'ilgandek hech bir gunohsiz sof holatda uylariga, vatanlariga qaytishlarini Alloh o'zing nasib etgin ya Rob. Ey Robbimiz Alloh, ey mehribon zot, mana shu muslima opamizning onalarini Alloh o'zing hidoyatga boshlagan, o'zing qalblarini iymonga to'ldirgan ya Rob. O'zingning huzuringga mu'mina holatlarida, muslima holatlarida borib, seni roziligingga erishishlarini Alloh o'zing nasib etgin ya Rob. Ey Robbimiz Alloh pok parvardigor, mana shunday hayit kunlarini butun dunyodagi barcha musulmonlarga o'zing
muborak qilgin. Bu muborak kunlarni Alloh taolo barcha mu'minlarga ofiyat ato etgin. O'zing iymonda, islomda sobit qadam qilgin. Mazlum mu'min musulmon birodarlarimiz, opa singillarimizni Alloh zulmlaridan o'zing xalos etgin. Ey Robbimiz Alloh, ey mehribon pok Parvardigor, mazlum musulmonlarga zulm qilayotganlarga o'zing kifoya qilgin. O'zing ularni hiylalarini Alloh o'zing ularni o'zlariga qarshi ishlatgin ya Rob. Ey Robbimiz Alloh pok Parvardigor, kasalmand, butun jarohatlangan barcha mo'min musulmon birodarlarimiz, opa singillarimizni Alloh o'zing shifo bilan o'zing taqdirlagin ya Rob. Vafot etayotganlarni Alloh o'zing shahidlar qatorida qilgin ya Rob. Ey Robbimiz Alloh, butun musulmonlarni, islom ummatini holatini o'zing o'nglagin. O'zing gunohlarimiz sababli bizlarni azoblamagin ya Rob. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rohimin.